Amerika Qo'shma Shtatlari davlat departamenti tomonidan o'z paytida joriy etilgan Flex dasturiga e'tiborni alohida qaratmoqchi edim. Aynan shu dastur doirasida minglab maktab o'quvchilarimiz o'sha 1 yil Amerika Qo'shma Shtatlariga borib, u yerdagi o'sha oilalar, Amerika oilalari bilan 1 yil davomida o'sha 11 sinfda o'sha tahsil olib, tilni o'rganib, o'sha yerdagi Amerikadagi yangi sinfdoshlari bilan aloqa o'rnatib va shu bilimlar bilan yana orqaga vatanga qaytib kelib, o'sha yerda ko'rgan, kechirgan hayotiy tajribalarini ulashib, bilimlarini ilgari surib va amaliyotda foydalanishga juda katta turtki bo'lgan. Ushbu dastur orqali bugungi kunda shu boya aytib o'tgandek 1200 dan ortiq hozirgi kunda Amerika Qo'shma Shtatlarining 7 universitetlarida ta'lim olayotgan yoshlarimiz aynan shu Flex dasturini bitiruvchilari ham hisoblanadi.